Hozir men sizga ko'rsatadigan to'rxona uyim Yunusobod 9-kvartal, Arinter 121 avtobus oxirida joylashgan. Uyimiz menga yoqqan tomoni alohida juda katta, balandligi ham juda baland, yengil novostroyka g'ishtli uy. Ko'pchilik g'ishtli qidiradi, ikkita sanuzol bo'lsin deydi. Oynalari ikki tomondan ochiladigan, skvoznoy bo'ladi, глухой emas. 136 kvadrat, 99,5 ming. Uyni hozir birgalikda ko'ramiz, baho beringlar. Telefonlar qoldirganman, like, kommentariy yoki kim uy qidirib yurgan bo'lsa yuborib qo'yasizlar. Ana endi hozir uy ichkariga kirib birgalikda ko'ramiz. Xo'p, mana uy ichiga ham kiramiz. Uyimiz qaranglar, oppoqqina ekan. Ko'chada mana kirib kelganda juda keng koridor, o'ng qo'lda stroyniy shkaf. O'ng qo'lda katta zal mehmonlar uchun. Ajoyib. Alohida mana yana oshxonasi ham bor. Do'kontirni vitishkaga chiqib ketishga joy ham bor ekan. Bu yerdan chiqqaningizdan keyin mana juda katta koridor, potolok balandligi ham juda baland ekan. To'g'rida mehmonlar uchun umumiy katta sanuzol. O'ng qo'limizda alohida mana bu yerda spalni ota-onalar o'zi uchun xona qilib qo'yishi mumkin va bu yerda yana sanuzollariga joy tashalgan ekan. Sanuzollari ham bor. Bu xonadan qanimizdan kelgan mana o'g'il yoki qiz farzandimiz uchun alohida xona, kompyuter xona, dars qilishga umuman o'zi hamma sharoitlari bor ekan. Bu endi kichikroq xona edi. Mana bu yerda asosiy katta xona. Ota-onalar uchun yoki yosh katta odamlar uchun qilib bersa, 4 ta xona, mana garderob bo'ladi. Alohida yana balkonchasi ham bor ekan. Balkonni vidimiz Toshkent City yo bo'lmasa teleminoramiz qani, mana teleminoramiz shu yerda. Toshkent City ham o'ng qo'lda ko'rinadi. Vidlari havosi yaxshi, zo'r. Uyimizni ko'rdingiz, 4 ta xona razdelniy, oppoqqina, top-toza, hech kim yashamagan. Balandligi ham juda baland, keng qilingan. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi bu yerda. Uyimiz o'sha 138 kvadrat, narxlari 99,5 ming, kelishadigan joylari bor. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqam qoldirganman. Aloqaga chiqsanglar, shu va shu kabi uylarni ko'rsataman. Bemalol murojaat qilaveringlar.